Mashinangizni o'zgartirish kerak, ancha urinib qolibdi. Sizga zo'r taklif bor. Voy, qanday bo'larkin-a? Qanday emas, qanday bo'ladi? Iltimos, menga qarz berib turing. Qaytaraman vaqtida qaytara olmasam mana yerim bor, yerimni nomingizga o'tkazib beraman. Aynan shunday yo'llar bilan bir nechta fuqarolarni chuv tushirgan shaxs Andijonda qo'lga olindi. Taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra 1981-yilda Andijon viloyatida tug'ilgan fuqaro tanishidan 10 kunda qaytarib berish sharti bilan 9,5 ming AQSh dollari qarz oladi. Yana bir boshqa fuqarodan esa eski avtomobilini yangisiga almashtirib berishga va'da berib 6,5 ming AQSh dollari oladi. Sodda fuqarolar ishonchiga kirgan shaxs bu kabi jinoiy harakatlarni qayta sodir etgan. Ushbu holat bo'yicha ish jinoyat ishlar bo'yicha Andijon shahar sudida ko'rib chiqildi va sudlanuvchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 168-moddasi 3-qismining A, B bandlari bilan Jinoyat kodeksining 57-moddasi qo'llanilib, 6 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. 2023-yil 1-marta hukmiga ko'ra tayinlanib o'talmay qolgan jazosini mazkur hukm bilan tayinlangan jazoga qisman qo'shib, uzr kesal o'tash uchun 6 yil 1 oy ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. o'rgangan ko'ngil o'rtansa qo'ymas deydilar. Qani edi, o'rtanishga qo'ymaydigan bu ko'ngil yaxshi va savobli ishlar uchun ham egasiga tinchlik bermasa. Shunda bu fuqaro ham bugun panjara ortida emas, biror bir lavosim kursisida o'tirgan bo'larmidi? Tanlash uchun har doim oldimizda ikkita yo'l bor. Qaysi biridan yurish o'zingizga bog'liq.